Bu foydali maslahatlarni o'ylab topgan odamning o'zi haqiqiy dahodir. Birinchisi, paypoqni yaxshiroq tozalash uchun uni plastik butilkaga kiydiramiz. Bu usul har bir qismini yaxshilab yuvishga yordam beradi. Ikkinchisi, bolalarni elektr tokidan himoya qilish uchun nam salfetka qutisining qopqog'ini olib, uni razvedkaga yopishtiramiz. Uchinchisi, bug'da ovqat pishirganda niqobni ichiga qo'yib, uni vaqtinchalik taglik sifatida ishlatish mumkin. To'rtinchisi, tuxum sarig'ini oqidan ajratish uchun plastik butilkani ishlatamiz. Plastik butilkani siqib, sarig'ini o'ziga tortamiz va osongina ajratib olamiz. Beshinchisi, idishlarni tozalash uchun gubkani bir necha qismga kesamiz, rezinka bilan bog'lab, o'rtasiga tayoqchalar qo'yamiz. Shu tariqa chashka yoki idishlarni tozalash uchun qulay vosita tayyor bo'ladi. Oltinchisi, mahsulotlarni yangi holatda saqlash uchun plastik butilkani yuqori qismini kesib olib, paketchani ichidan o'tkazib, qopqog'ini yopib qo'yamiz. Siz bu foydali maslahatlardan qaysi birini bilmas edingiz? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Yana shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Fact Link kanaliga obuna bo'ling. Likey